Fotima opamizni mana shu O'zbekiston musulmonlari idorasi huzuridagi Vaqf xayriya jamoat fondi tarafidan uylarini yangilab, chiroyli holatga keltirib, mana bugun topshirishlik marosimida ishtirok etyapmiz. Bu ishlarimizni bosh bo'lib turgan muhtaram yurtboshimiz va muftiy hazratlari boshchiliklarida mana shu Vaqf xayriya jamoat fondiga katta tashakkurlarimizni izhor qilamiz. Payg'ambarimizning hadislari bor. Innama tunsaruna va turzaquna bi du'afaikum dedilar. Albatta Allohning marhamati, yordamlari sizlarga qiynalgan insonlarga yordam berishligingiz bilan Alloh rizqlaringizni kengaytiradi va Alloh yordamini sizlarga beradi degan mazmunda hadislari bor. Ushbu xonadonni muboraklik aylab, ko'p yil xursandlikda to'ylarni qilib, chiroyli hayot kechirishliklarini Alloh taolo o'zi nasib aylasin, muborak bo'lsin. Qilingan xayrli amallarimizni vasila qilib o'zingdan so'raymiz, ya Robbi, yurtimizni tinch, qalbimizni farovon, barcha xayrli ishlarda o'zing yordamchimiz bo'lishingni so'rab qolamiz. Prezidentimizga rahmat, tanjalar safisi, avvallar mullar safisi, shunchalik biz uylarga qurib, bosh qo'shib yurganlarga ming rahmat. Rizqlari baland bo'lsin, nima niyat qilmasalar niyatlari yetsin.